Buni o'ldirdim. Endi navbat boshqa jitellarga. Buni o'ldirganimda hech kim ko'rmadi. Menimcha ertaga bu yerni politsiyachilar bosadi. Hozir esa men juftakni tezroq rostlashim kerak. Короче, sog' bo'lasizlar jigarlar. Qanaqa jigarlar? O'zimcha nimalar deyapman? Voy dod, voy garayman chisti to'g'risi. Voy uxlab qopman-ku. Ertalab necha yuz bo'lib ketdi soat. Endi soatni minutini ham ko'rish kerak. Menga shunaqa stop. Bu yerda qanaqangi ko'k kiyimli bratlar turibdi. To'xtayli, politsiya. Nahotki men qo'shnimni oldida politsiyachi. Birinchi elektr energiyasini chechamiz. Endi ikkinchi o'rinda esa yangiliklarni eshitamiz. Assalomu alaykum. Kechagi kun eskiriklariga xush kelibsiz. Короче, kecha bitta qishloqqa nima qilib ketishgandi? Bilmadim, brat. To'g'risi eshitmabman. Qanaqa qilamiz bo'lmasa yangiliklarni? Bilmadim, biramanlang. Короче, qishloqni nimadir qilib ketishibdi. Qishloqqa chiqib ko'rsanglar bilib olasizlar, короче. Bu короче deb beradi. Nima короче degan ko'rsatuvmi bu? Bilmadim. Endi menga umuman qizig'i to'g'risini aytsam, to'xtanglar, yetelni o'ldirib ketishibdi dedim. Yo'q, nimadir qilib ketishibdi dedi. Demak, nimadir degan o'ldirishdi degan. Rostdan ham o'ldirishgan. To'xtanglar, video boshlanib ketibdi-ku. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Joha va jigarlar, sizlar men Joha o'z kanalimdasizlar. Tez kanalga obuna bo'linglar, chunki men yangi yilgacha 50 ming obunachi to'plashim kerak. Albatta, like-ni ham bosing, kommentni ham yozing, videoni oxirigacha kuzating, eng muhimi. Jigar, короче, videoni biz boshlayveraylik, siz oxirigacha kuzatsangiz bo'ldi. Tak. Bo'ldi, F5 ni bos. Qayerda edi? Bosh, mana bosdim. Короче, jigarlar, biz doimgidek ferma ishlari bilan shug'ullanishni boshlaymiz. Chunki ferma bizni boqadi. Tilimni bilmayman, nima bo'lib ketyapti. Assalomu alaykum, brat, qalaysiz? Zo'r, o'zing qalaysan? Aytgancha bor bu yerda o'ylashma. Bu yerda nima bo'lyapti? Короче, bu yerda nima edi? Tergov ishlari olib borilmoqda. Nimani tergayapsizlar? Qishloqni o'ldirib ketishibdi. O'shani hozir aniqlashtiryapmiz. Oldiga kirsam bo'ladimi? Yo, bir 5 minutdan keyin o'shada kiritishga ruxsat berishimiz mumkin. Yana ham bilmadim. Короче, 5 minutdan keyin kelasanmi yo kelmaysanmi, uni o'zing bilasan, lekin 5 minutdan keyin kelsang balki kiritishimiz mumkin. Bu men qo'shnimda, o'shanga bilmoqchi bo'lyapman, nima bunday bo'ldi ekan. Endi uni xudo biladi nima bo'lganini biz hozir shuni bir amallab aniqlashtirishga harakat qilamiz. Короче, 5 minutdan keyin gapni ko'p qilma. Tushundim, bo'ldi, brat, gap yo'q. 5 minutdan keyin men kelaman, kiritasiz, men kirib qo'shnim bilan bir gaplashib, o'lgan deydi. Bo'ldi, gaplashmayman. Короче, kelaman-da. Povozda ishlashim kerak bugun. Vatta, bu yerda nima bo'lyapti? Voy dod, mashinalarni qaranglar. Bu mashinalar qayerdan kelib qoldi? Men hayronman. Balki kimdir, nimadir, qanaqadir. Yo. U yomon fikrlarni o'ylamaslik kerak. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysiz? Zo'r, o'zingiz ham yaxshimisiz? Bu mashinalar berki qayerdan kelib qoldi, men tushunmayapman. Sizdanmi o'zi bular? Ha, bizdan. Yo, sizdanmi deganimda bir o'zingizni nazarda tutdim. Ha, mendan. Bular nima bu yerda turibdi? Короче, bular sotiladi. Men biznes qilmoqchiman. Biznes. Businessmi? Da, biznes. Короче, mashinalarni ko'rib chiqingchi, keyin sizga narxlarini aytaman. Avval rusumini ko'ring, o'shanga narxiga arzimaydi bilib oling. Tushundim. Bo'ldi, brat, hozir mashinalaringizni ko'rib o'rganib chiqaman. Birinchisi bu Audi mashinasi bo'lib, uni eshigini kimdir ochib ketdi, brat. O'zingiz ochib qo'ydingizmi? Yoz bir ikkita jitil ko'rishga kelgandi, o'shalar befarosatlar ochib ketgan, farosatlar uyda qoldirib kelganda. Bo'ldi, men farosatimni olib kelgandim. O'shaning uchun men yopib qo'yibman. Bilsangiz bilarsiz, yopib qo'ydim. Rahmat, sog'bo, menga kir. Rahmat. Unaqangi duolar tug'ilgan kunda qilinadi. Tug'ilgan kunim ham 1-2 kun avval o'tib ketdi-yu. Range Rover degan mashinamiz ekan. Brat, narxini keyin aytaman dedingiz, to'g'ri. Va Rolls Royce, Royake. Juda ham ajoyib. Shuning uchun yozilishini emas, o'qilishini kerak. Bu texnologiya asosida qurilgan mashina. Shu uchun eshigi orqaga ochiladi. Bu вообще dahshat, miyasi qizib ketgan odamni o'ylab topgan ideyasi. Endi narxlar bilan bir tanishtirib tashlayinchi, brat. Audi'miz $15, 64 talikdan. Nima edi? Range Rover'imiz 12 stak, Rolls Royce esa $10. Brat, to'g'risi menda yarim stak ham yo'q-u, uni bo'lib qolganda kelib olaman. Tushundingizmi? Faqat sotib qo'ymang. Nimaga sotib qo'yaman? Pul kelsa sotaveraman, jinimisan?
Endi aytyapman-da, prosta sotsangiz ko'rasiz, lekin olib qo'yaman. Malla qo'ymaysanmi? Men baribir pul kelsa sotib yuboraman. Bo'pti, sotsangiz sotavering. Pulim bo'lsa kelaman, короче. Ну, ana endi bilmadim nima qilishdi, to'g'risini aytsam. Tak, nima qilishdi, nimasini bilmayman. Mana bratlar nimaga turganini bilaman bu yerda. O'shanga mana shu yerga kirib chiqishim kerak hozir. Brat endi kirsam bo'ladimi? Ha, aniqlashtirdik. Nima bo'lgan ekan? Yo'q, aniqlashtirmadik. Qanday aniqlashtirib aniqlashtirmaslik mumkin? Yo'q, aniqlashtira olmaganimizni aniqlashtirdik deyapman. Demak, siz bilmaganlaringizni bilgansiz, shundaymi? Ha, xuddi o'zi. Bular zo'r what rosta o'ldirib ketishibdi, qaranglar. Yotishini qaranglar, uxlaganda yotibdi. Tak, mayli. Sandiq bor ekan, tekshiramiz doimgidek biz tergovchi emasmiz. U yerda qanaqadir xatmi nima? Jo'xaga vasiyat. Uyingni ortida sandiq bor. Yo'g'i? U yerda pul bor. Yo'g'i? O'sha yerda pullarga mashina sotib ol. Yo'g'i? Va uyimni yoniga garaj olib kelib qurib qo'y. Yo'g'i? What the? Yo bu yo. Mayli, mashina olib kelaman, qurib garaj qurib joylayman. Lekin bu o'lgan. Qanday foydalar? Yo, mayli. Vasiyatni bajaraylik jigarlar. Oxirgi iltimosimi yo buyrug'im bilmadim. Bu sandiq rostdan ham bor ekan. Shuncha pulni qandaysiga meni uyimni orqasiga yashirib ketishi mumkin? Agar buni boshqa jitillar ko'rgandami, o'zlari bilardi. Tak, hozir biz borib mana yerdan Rolls Royce, ya'ni Royakeni olamiz. Ammo bugun folizda ishlay olmadim. Kelib ishlayman menimcha. Yana короче bilmadim, ishlayman kelib. Hozir esa mana bu mashinani sotib olaman, yo mazza bo'ladi. Brat, men keldim, $10 olib keldim, mana Rolls Royce olaman. Pullarni короче sandiqqa sol, chunki meni cho'ntagim yo'q. Cho'ntagingiz bo'lsa ham bar qo'lingiz yo'q-ku. Qo'lim yo'qligini metimga solishing shartmi? Yo'q, yuzingizga soldim. Mayli, bor toshingni ter. Siz haqorat qilyapsizmi? Yo'q, uyning orqasida toshlar bor, shularni ter deyapman. Brat, aqlli ko'ryapsizlarmi? Wow! Dahshatku, o'tiramiz endi. Wow, rolni qaranglar. Uydi, monitor, magnitofon bor ekan, qo'shiq eshitaman. Avtomat korobka mana bu yerda ochiladimi? Yo'q, ochilmas. O'rtadagi mana bu короче ochiladi deb o'yladim. Bu yerda tablo va yana bu yerda tablo, monitor. Xo'sh, endi uni asta-asta yurg'izamizda. Qo'shnimning uyini oldiga borib garaj qurishga nima deydi? Tayyorlaymiz короче mashinani. Xo'sh, asta haydash kerak. Tez haydayorsa bilmayman nima bo'lib ketadi. Tashqari tomondan ko'rib haydasa voshi, mochni ko'rinar ekan odamga. Juda ham chiroyli turibdi, bu qaranglar. Wow, menga yarashdi. Men haydayveraman endi bu mashinani doim. Xo'p, ana endi hozircha uyimni yoniga qo'yib turaman, chunki garajda u bratni uyini yoniga qursam mashina xalaqit qiladi menga. Politsiyachi bratlar hali ham turibdi, ketmabdi. Endi ketishmaydi hamda. Tak, bo'ldi, mana shu yerga joylashtiramiz. Ozroq qiyshiq bo'lib qopti, tekishlaymiz. Hozir bu yerga tekis qiyshiqligining nima aloqasi bor? O'zim ham hayronman, garaj qurmayapman-ku bu yerdan. Xo'sh, tushamiz va eshikni yopil simsim yopil. To'xta, gapimga kir. Simsim yopil. Ana, simsim yopildi. Ko'ryapsizlarmi? Bu Rolls Royce simsim. Motorni qaranglar, вообще dahshat chiroyli ko'rinyapti, lekin bilmayman qanaqa motorligini to'g'ri tushunarsiz. Tak, ana endi garajni qayerda qursam ekan? Uyimni oldiga qurmayman, chunki qo'shnim uyimni oldiga deb o'zini uyini nazarda tutgan. Birinchi o'rinda uyga kirishdan avval mana bu yerdagi poruzlarni bir yig'ishtirib olaylik, chunki bu poruzlar meni boqayotgan nima desam ekan? Короче, baribir shu narsa man sizlarga tushuntirib bera olmayman. Короче, boqayapti, bu narsalarni yeyapman. Sabzidan, kartoshkadan, sabzidan osh qilyapman, kartoshkani qovurib yeyapman yoki kartoshka fri tayyorlayapman yoki bu yerda bug'doy bor, bug'doyda un tayyorlayapman. Короче, mazza qilib yashayapman. Bu esa menga juda ham foyda beryapti, chunki yashashim uchun nimadir yeyishim kerak-da o'zi. Tak, bo'ldi. Endi qaytarib ekib chiqish kerak. Birinchi kartoshkalarni bug'doy joyiga egamiz. Shudgor qilib ekish kerak-da, bilasizlarmi? Shunda zo'r hosil bo'ladi. Endi bu yerga sabzilarni ekib chiqamiz. Tak, sabzini ekkandan keyin yana sabzi ekishimiz kerak. Tak, bu yerga ham sabzi ekamiz. Jigarlar, короче, bu poliz juda ham menga yoqadi ishlash, chunki polizda ishlash juda ham mazza. Tak, stop. Yana bu yerga sabzi ekibman. 3 qator bo'lib ketdi. Sabzini atmen qilamiz bu yerdan.
Yo, sabzi ikkita ekdimmikan? Yo, 3ta ekdim menimcha. Yo, ikkitami? Bilmadim, короче, mana shu hozir bug'doy ekib ko'ray, keyin ko'raman. Endi xotira ham вообще dahshatda, ko'ryapsizlarmi? Bir sekund avval nima ekkanim esimdan chiqdi. Yaxshisi tekshirib ko'rganim yaxshi. Mana bu qator sabzi aniq. Mana bu qator, ha bu ham sabzi ekan, bo'ldi. Xotira joyida, normal. Xo'sh, ana endi bu narsalarni qo'yib chiqamanda o'rmonga daraxtga borib kelaman. Daraxt olib kelib turib garaj qurishni boshlayman. Mana bu qo'shnimning mashinasi uchun. Bu narsalarni qo'yamiz. Bularni ham olamiz. Xo'sh, bo'ldi, ketdim. Ana endi o'rmonga borib daraxt olib kelaman. Let's go. Xo'sh, mana jigarlarimni daraxtlarni olib keldim. Endi mana shu yerdan garaj qurishni boshlayman. Birinchi o'rinda mana qo'limga qurol qayerdan kelib qoldi deb savol bersanglar bo'ladi. Короче, o'rmon ketayotgandim, yo'limdan bitta quyon o'tib ketdi shu desanglar. Короче, quyonga qarata keyin o'q otish uchun qurolimni uydan olib bordim, qaytib kelib, keyin baribir o'ldira olmay qochib ketdi. Yaramas, tez yugurar ekan. Men esa yugura olmay qoldim. Mana yo'l buzilib ketdi-ku, ko'chaga chiqib ketdi. No, bitta reja bor. Короче, undakasi qurib oraylik avval. Tapor bilan mana olib tashlaymiz va mana bu yerni ko'chirib turib tashqari tomonga qo'shib yuboramiz, cho'tki bo'ladi. Lekin menga hozir mana bu kirka bilan mana bu yerni qazish biroz neudobni bo'lyapti. O'shaning uchun uydan borib belkurak olib kelish kerak. Chunki qumni belkurak bilan yo'qotish juda ham oson. Mana bu narsalar kerak emas menga. Tak belkurakni endi asosiy inventarga tashlab yuboramiz. Tak yopamiz va qochamiz. Ana endi bu yerdan bitta tak to'xtayman, bu yerdan mana qilib yo'l ochib olishimiz kerak. Xo'p, bo'ldi. Endi mana buni tagidagi bitta blokni ham olamiz kerak bo'ladi-da. Xo'sh, endi buni qaytarib qo'yib chiqish kerak bu yerga chiroyli qilib. Xo'p, mana okey, yaxshi. Ana endi bitta yetmay qoldi. Qayerdan olamiz? Bitta qayerdan o'g'irlasak bo'ladi. Bu yerlarda o'g'irlab bo'lmaydi. Cho'ta tushunmayapman. Ha, mayli, mana bu yerdan bitta olib kelamiz. Qarang, mana shu yerda bitta o'zi ortiqcha turibdi, lekin tay ochilib qoldi. Nechiva deymiz. Tak, bu yerga qo'yamiz. Endi bu yerlarni mana qilib chiqamiz. Cho'tki hammasi. Tak, bu yerni esa yana qayta o'z holatiga keltiramiz. Endi ustuni yopish kerak buni. Ustuni yopmasak, bilasizlar, qishda qor yog'adi, kuzda yomg'ir yog'adi, yozda issiq bo'ladi. Prosta bo'ladi-da. Mana mashinaga hech qanaqa ta'siri yo'q, lekin o'shanaqa ob-havo bilasizlar, men ob-havo ma'lumoti bilan tanishtirib chiqyapman. Xo'p, mana tak bo'ldi. Sizlarga qaysi fasl yoqadi yozib qoldiringlar. Menga bahor yoqadi, chunki bahorda qish ham bo'ladi, yoz ham bo'ladi, bahorda o'zi ham bo'ladi, lekin kuz bo'lmaydi. Kuz ham bir tomondan bu stop. Mana politsiyalar qayerga ketdi bilmadim. Menimcha ular jinoyatchini qidirib ketishgan bo'lsa kerak. Короче, bahor baribir zo'r fasl menga yoqadi. Tak, endi mana uni joylashtirish kerak. Fasl bilan gaplashib o'tirmasdan turib. Tak, tekkizmasdan joylashtirishim kerak. Xo'sh, tak, voy, bo'ldi. Mana tushamiz, yopamiz. Всё, normal. Eshik tegib qoldi-yu, mayli. Muhim oldi tegmadi, oldin asrash kerak. Tak, endi bu yerdan chiqishimiz kerak. Xo'sh, endi stop. Sen o'lmaganmiding? To'g'risini aytaymi? Ha, ayt. Hozir uyimga kel, to'g'risini aytaman. Ortimdan kel, gap bor senga. Ha, mayli. Tak, nima bunaqa bo'lyapti? Men tushunmayapman. Короче, bu maket. Sendan ishlarimni qildirib olmoqchi edim senga, tushundingmi? Yaramasa, hali shunaqami? Shunaqa desang ham bo'ladi. Stop. Mendan ko'rasan, meni aldaganing uchun yaramas. Ana endi rostdan ham o'lding. Ko'rdingmi? Shu uchun odamni aldamaslik kerak, bunaqa yaramas sifat bo'lib. Buni bo'ldi. Всё. Ana endi rostakasim o'ldi, lekin jinoyatchi men bo'lib qoldimmi shunda? Yo, politsiyachilar balki, yo, короче, bilmayman. Mana Rolls Royce va mana uy menga qoldi. Короче, ana endi men boyman, chunki shuncha narsasi menga qolib ketdi, yaramasdi. Короче, jigarlar, kanalga obuna bo'ldinglarmi, bo'lmadinglarmi, bo'linglar. Короче, like bosinglar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.